Chiroyli yonadi. Mana yonlarida bokimizni mana 40 litrlik. Xo'p, mana endi tutun tortishini bitta ko'rib beramiz akalar. Tutun tortishi. Korobkangizni aylantirib oling-da. Nari tomonini qo'yasiz, teskari qo'yasiz. Bu tutun tortishni. Mana holatda bo'lsa mana. Ko'rdingizmi? Mana. Mana akalar. Xo'p, o'rtacha qozonimizga o'ting. O'rtacha qozonimiz nihoyatda go'zal shaklda bo'lib yonyapti. Akalar, skvozni zo'r-a o'shni? Skvozni zo'r. Akalar. Xo'p, bokimizga o'tamiz. Bokimizni ko'rib beramiz. Mana akalar, bokimiz ham nihoyatda go'zal mana. Tutun tortishi. Xo'p, mana suvlari уже isibdi mana akalar. Mana. Shu yon taraflarini ham bitta bokni ko'rsatib beramiz. Mana yonlariga chaynakda choylarni qo'yib qo'ysa bo'laveradi, dam yeb turadi. Yon taraflariga bokimizni o'sha flagani bok qilib yasalgan.